O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-17 sentyabr kunlari Namangan viloyatiga tashrif buyurib, viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish masalalari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Unda Namanganda ikkinchi uyg'onish davri boshlanishi, og'ir toifaga tushib qolgan hududlarga Prezident mahallasi, Prezident tumani maqomi berilib, respublika miqyosida namuna qilishni belgilab berildi. Shuningdek, sanoat, energetika, ta'lim, tibbiyot, sport, turizm va ko'plab sohalardagi salmoqli yutuqlar e'tirof etilib, Namangan brendiga aylangan xalqaro gullar festivali mahallalarda ham o'tkazilishi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari viloyatimizni 3 yil ichida rivojlantirishga mo'ljallangan strategiyani belgilab berganlari esa barcha namanganliklarni birdek mamnun etmoqda. Namanganga har yilgi tashrif bir alohida shukuh bilan juda katta prezidentimiz tomonidan ham vazifa, ham motivatsiya berilib, ruhlantirib, aholimizni, xalqimizni, davlat xizmatchilarini har yil shunaqa o'tadi. Mana o'tgan yil tashrifdan keyin bilasizmi, juda katta bunyodkorlik ishlari, juda katta amaliy ishlar, aholi muammolarini hal qilish bo'yicha bajarildi. Mana yangi Namangan shahridagi bunyod qilingan ko'p qavatli uylarni, tashkil qilingan oliygohlarni, forumlar saroyini, mana bittagina korxonani tashkil qilingani bu yil 1,5 ming ishchi o'rin bilan ishga tushirilgan iftixor kiyim sanoatga va kelgusida 3 ming ishchi o'rin tashkil qilish masalasi. Undan tashqari bo'sh turgan bir og'ir sharoitda bo'lgan sanoat mahallasida 4 ming ishchi o'rinlik mebel fabrikalari o'sha yerdagi sanoat zonasini tashkil qilinganligi. Albatta bu narsalarning hammasi mana bu yil undan ham 2 barobar yangi Namangan ruh paydo bo'ldi desak ham bo'laveradi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan endi 3 yillik strategik reja e'lon qilindi Namangan uchun. Bu albatta Namanganga juda ham quvonarli, kambag'allikni qisqartirish masalasidagi Namangan tajribasi bugun mana jahon xalqaro forum o'tishiga ham sabab bo'lyapti. Kambag'allik darajasi 14,2% dan hozir 5,1% ga tushgan bo'lsa, yil yakuniga qadar muhtaram prezidentimiz vazifa qo'ydilarki, 2,5% ga tushirasizlar deb, buni albatta tizimli ravishda hal qilib, mana juda ham ko'p driver sohalarni belgilab berdilar. Ayniqsa daryo bo'ylarida turistik yo'nalishdagi, xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi ishlarni tashkil qilish, qishloq xo'jaligi yo'nalishida, sanoat yo'nalishida, ayniqsa mana tekstil yo'nalishidagi driver korxonalarning sonini ko'paytirish masalasi, laboratoriyani ishga tushirish orqali bu masalalarning hammasi men o'ylaymanki, xalqimizni ham, davlat xizmatchilarini ham hammamiz juda ham ruhlantirdi. Men o'zim shuni aytmoqchimanki, prezidentimizni tashrifi, bilasizmi, shunaqangi bir o'zimda bir shunaqa mas'uliyat his qilamanki, xuddi shunaqa hokimlarimiz, umuman aholimiz, xalqimiz juda katta quvonch bilan bu qo'yilgan vazifalarning ijrosini ta'minlashga bel bog'laydi degan umiddamiz. Shu o'rinda muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'kidlandiki, Namangan viloyatida ikkinchi uyg'onish davri boshlanadi va biz hammamiz sergak bo'lib, aholi muammolarini hal qilishga mahallaga tushib, bevosita Norin bilan Kosonsoy tumaniga 100 milliard so'mdan pul berilganligi, ularni mahallalariga alohida bir qattiq e'tibor qaratib, shu sektor rahbarlari, hokimlar bilan birga edi, shu mahallaga borib yotib, mahallani alohida driverini aniqlab, shuni dasturini qilib ish tashkil qilish kerakligi haqida qo'yilgan topshiriqlar albatta bajariladi.